O, oyna ortida qor. Ha, havo sovuq, lekin menga farqi yo'q. Hammaga salom, qadrli obunachilar. Boshqalarga esa salom emas. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'linglar. Xullas, bugun men nihoyat ovchilik uchun ruxsatnoma olishga muvaffaq bo'ldim, do'stlar. Mana endi menda mana bunaqangi zo'r drabovik bor, do'stlar. Ajoyib, buni qaranglar. Istalgan hayvonni suslaymiz. Xullas, hozir biz endi mening ovchilik mashinamni olishga boramiz, do'stlar. Juda ham ajoyib mashina, hali unaqasini hech qayerda ko'rmagansizlar. Sizlarga 100% kafolat beraman, hayron qolasizlar. Gap shundaki, uni egasi harbiy u ana yerda jeychilar turibdi. Nima bo'lyapti? Mayli, jeychilarni otmayman. Yaxshisi tezroq mashinani ko'rishga boramiz, do'stlar. Juda ham zo'r mashina, ustlari ajoyib bo'yalgan, ana turibdi egasi yonida. Buni kim qurib ketdi bu yoqqa? Salom jeychil. Texnik qalaysan? Yaxshi, mashina tayyormi? Ha, albatta. Bo'lmasa bir haydab ko'ray. Bo'pti. Do'stlar, buni qaranglar, haydashdan oldin bir sizlarga ko'rsatay. Bu g'ildiraklarning ajoyibligini. Xullas, bo'yatgandek bu mashina egasi avval harbiy bo'lgan va bu haqiqiy zirhli mashina. Buni qaranglar, shunchaki yanchib ketish uchun tayyorlangan mashina. Bunga qaranglar. Do'stlar, zombi apokalipsis bo'lsa ham endi mana shu mashinada qochaman, do'stlar. Haqiqiy g'ildirakdagi bunker tepalariga bir nimalar qo'ysa bo'ladi. Xullas, ajoyib mashina. Bunaqasi bitta menda bo'ladi, boshqa hech kimda bo'lmaydi. Kimda bor? Kommentariyada yozinglar. Bo'ldi. Ajoyib. Menimcha hozir o'q otsam ham o'tmasa kerak, lekin otmayman. Mayli, jeytil. Olaman. Ajoyib. Hozir ol boyagi narsangni. Hozir mana plastik kartochkam. Mana hozir ol. Oppa. Hop, pul keldi. Bo'pti, haydab ketaver. Aha, ko'rishamiz. Kaptar. Hop. Yaxshi, do'stlar, qani endi bir haydab ko'raylik. 1 2 3 va do'stlar, oynadan chiqarib, yo'q, hech kimni otmayman. Ketdik, do'stlar. Sekin peshonamga urib yuborishim mumkin. Xo'sh, boshimni biroz orqaroqqa olaman, do'stlar. Buni qaranglar. Drift, do'stlar. Yengil driftga kirsa bo'lar ekan. Ajoyib. Xo'sh, do'stlar, men yetarlicha haydab oldim. Endi kelinglar, uyga qaytamiz. Bo'ldi, shu yerda mashinani qoldiraman. Endi esa menga ovchilik uchun kerakli narsalarni olishim kerak. Masalan, qopqon. Ha, do'stlar, menda ko'rib turganingizdek qurol bor, lekin qopqon yo'q. Shuning uchun hozir borib qopqon sotib olamiz. Qopqon eng oson yo'llardan biri. O'lja tutishni mashinada borsam ham bo'larki, jeychilar nimaga turibdi bu yerda? Ajoyib, g'alati. Bu yerdagi narsalar qani? Salom jeychilar. Salom texnik. Nima bo'lyapti bu yerda? Uzr. Hech qisi yo'q. O'zi nima bo'ldi jeychil? Xullas, qarab turibmiz-da bu yerda. Nima? O'zim aytib beraman. Ayta qo'l. Nima bo'lyapti? Hech bo'lmasa aytinglar, bo'pti. Xullas, bu yerda bir maxluqni Tushunarli. Yana boshlandi bularniki. To hayvonlarni kimdir o'ldirib ketadi. To mana bu yerdagi tomorqalardagi narsalarni olib ketishadi. Bu tushunarli. Yangilik emas, xo'sh. Salom jeychil. Salom. Men keldim. Ajoyib, yangi mollar olib kelibsan. Menga qopqon kerak edi. Xolos, mana shunaqasidan bir 20 tacha ber. Hozir mana. Ajoyib. Xuddi shunaqasimi? Albatta. Mana senga 5000 dan 50000, 25000. Bo'pti, ko'rishamiz. Xo'sh, do'stlar, hozir eshikni yopay. Hozir biz o'rmonga yo'l olamiz. Bo'pti, jeychillar, omadsizlarga faqat maxluqlarga yem bo'lmang. Bo'pti, rahmat. Xo'sh, do'stlar. Mayli, bu juda ham yaxshi. Endi esa kelinglar, mashinamizga minib olamiz va mana mashinam turibdi, do'stlar. Adashib qolish misol qolaydi, mashinam qayerda deb bo'ldi. Do'stlar, 1 2 3 ketdik o'rmonga. Ajoyib. Mana bu yerda hozir o'tamiz. Yaxshi. Oppa, zo'r. Ketdik. Endi pastga sekin, do'stlar, peshonam bilan urilib ketishi mumkin rulga. Mana shu yerga ajoyib, do'stlar, ajoyib to'xtash bo'ldi. Ajoyib, yaxshi. Xo'sh, ana o'sha hali ham o'sha yerda turibdi menimcha. Kellar, ungacha o'q yetib yo'q, yetib bormadi chunki bu drabovik, do'stlar, vintovka bo'lganda yetib borar edi. Xo'sh, do'stlar, hozir biz qopqonlarni joylashtirishni boshlaymiz. Mana shu yer juda ham ajoyib joy. Shu yerda 1-2 marta ushlagan bo'rilarni, keyin esa ularni tishini, suyagini, tirnog'ini
ajratib hammasini sotganman. Tushunmadim. Necha bo'ldi soat? Nimani ovozi? Do'stlar, men hozir qanaqadir ovoz eshitdim. Qopqon yopilgan temir ovozni men bunaqasini bilaman. Hozir tekshirib ko'ramiz nima bo'lganini. G'alati qayerda nima? Menimcha tepada nimanidir ovoz keldi lekin rostdan ham qani. Hozir ko'ramiz. Xo'sh. Nima bu yana nima bo'ldi? Jin ursin, qopqonga odam tushibdi. Oy yo'q, do'stlar, ana endi shundoq meni yomon qabul qilishadi endi bundan keyin jin ursin ataylab qopqonga tushirdi. Buni deyishadi. Oy yo'q, yana qiz bola ekan, jin ursin. Davay, buni do'stlar hozir qayerdan endi ushlasam ekan buni olib ketish uchun? Jin bo'ldi, mashinada qon izlari. Yo'q. Qani? Yo'q, qon izlari yo'q. Do'stlar, meni bu gaplarimga qarab, yang'aro gaplarimni eshitib meni maniak deb o'ylamanglar. Uni ko'mib kelganim yo'q, shunchaki uyga olib kirib qo'ydim. Keyinchalik xullas mana oyog'ini bir nima qilishga harakat qildim, lekin mana bu qopqon qolib ketdi. Hali qon unchalik ham yaxshi to'xtagani yo'q. To'xtagandan keyin qopqonni suslab yuboraman. Ungacha dam olib tursin. Lekin do'stlar yomon bo'ladi. Hali uni doktorga olib borish kerak bo'lsa, ana ular politsiyaga. Ana endi tamomman. Mana bizni xonim oyoqqa turibdilar. Oyog'ing og'rimayaptimi? Yo'q, endi bilasanmi? Men seni topib oldim, shunchaki o'rmonda qopqonda eding. Xullas o'sha yerda bo'lmasa nimaga o'rmonda yuruvding kechasi? O'rmonda yurib senga kim aytdi kechasi? Agar yurmaganingda qopqonimga tushmasding. To'g'rimi do'stlar, kommentariyada yozib qo'yinglar, tushmasda. Yashaysan. O'rmondamish. Otib tashlaymi? Yo'q, hazillashdim, otmayman albatta. Avvalgi vaqt bo'lganda otib tashlardim-ku, lekin mayli. Hozir endi yaxshi odam, bunog'i yaxshi. Jin ursin. Endi nima bo'ladi-ya? Xo'sh. Mana shularni yeb ol. Olma. Boshqa ovqat yo'q. Istasang shuni ye, bo'lmasa вообще ochlikdan o'lib ket. Menga nabarat yaxshi bo'ladi. Ana xolos do'stlar. Ana o'zimga o'zim muammo orttirib oldim. Nima kerak edi? Bilmagan narsamni qilib, nimaga menga ovchilik kerak edi? Tinchgina qopqonlarsiz shunday hammani hammani emas albatta, hayvonlarni otib yurgan edim, lekin qopqon menga nima kerak edi? Nima men biz taraflarda ayiq yo'q bo'lsa. Xullas do'stlar, ana endi tamom bo'ldim. Aniq endi meni u shantaj qiladi. Xullas kimdir qishda qilib tushunmadim, bu nima bo'ldi? Nima bu yerda turibdi? Mayli. Menga farqi yo'q. Yop. Bo'ldi. Xayrli tong. Yaxshi. Okey. Chek yopilsin. Aytgancha, bilasanmi, men shu xullas bu yerga aylanishga chiqamizdan foydalanib bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli, ketaver, menga farqi yo'q. Endi uyimga qaytib kelaman, mana buni buzaman endi. Shunaqami? Mayli, unda senga bir nechta savolim bor. Birinchisi, jin ursin, qaysi laboratoriyadan qochding? Yo'q, necha yoshdasan? Mana bu muammo. Xo'p, bo'lmasa o'zi nima, shuncha yildan beri shu yerda yashab yuribsanmi? Ota-onang qayerda seni, Jin ursin, hamma yoqqa kirib chiqaverma. Okey. Unda mayli, nima, mayli. Bo'lmasa qarab, birov so'rab qolsa, meni akang de, xo'pmi? Bo'lmasa muammolar bo'lishi aniq. Ayniqsa meni hamma yomon deb o'ylaydi hozir ham. Shuning uchun biror kun aytib berarman. Albatta aytib beraman nima bo'lganini. Avval qadimda, o'tmishimda xullas, yo'q. Bo'pti, mayli. Bilganingni qilaver. Mana bu yerda men uxlayman endi.
har doimgidek. Xullas do'stlar, bu bilasizlarmi? Yarim hayvon, yarim odam. Jin ursin. Kompot aytardi-ku, Golem va Jitilning sevgi muhabbati mahsul deb. Bu yerda ham xuddi shunday, faqat yana ham g'alatiroq. Shuning uchun ham do'stlar, bunaqangi original kontent uchun 100% like bosishingizni so'rab qolaman. Undan tashqari esa endi bu menga muammo bo'ladi. Oyog'i tuzalguncha menikida yasharmish. Mayli, nima ham qilardim? O'zimni aybim. Qo'rqib ketdim. Xo'p,